Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Xudo xolisa bugun Kia Sonetimizga eng oxirgi yangi komplektimizni uстановка qilganmiz. Bundan oldin ham video qilgandik. Bu podrobniy bo'ladi. Bu komplektimiz ustalar o'zi uchun ham life hack o'rnida programmalarni обучение qilib o'tib ketamiz. Ishlar boshladik. Bittadan ko'rib chiqamiz programmalardan. Hop, birinchi bo'lib programmasini ochib olamiz. Programma qanaqa qilinadi, bu qanaqa sistemada ishlaydi? Hozir ozgina sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Ma'lumot o'rnida bu 25-yilda chiqqan eng oxirgi darabotkadagi miya. Bundan oldingi hamma qo'yilib turgan boshqa firma yo o'zimizning firmadagi miyalar ham, misol deylik 10-yillarda, 12-yillarda chiqqan miya faqat versiya o'zida darabotka qilib kelingan. Bu eng haqiqiy 25-yilda ishlab chiqarilgan Italiyani eng so'nggi versiyasidagi mahsuloti. Faqat litsenzionni programmada ishlaydi. Bitta qilib bersa ham o'zi boshqa qayta ishi tushmaydigan programma. Xudo xolisa hozir sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. O'zi bu qanaqa qilinadi? Programmamizni ochib oldik. Hop, endi biz bunga qo'ygan injektorimiz Lavato. Shu ma'lumot o'rnida bitta injektorlar tanlasa bo'ladi. Bitta ozgina tanishib o'tgizaylik. Masalan, turbinali motorlar, metan, propan, atmosferning hammasiga tushaveradi bu universal blok. Hozir bu atmosferning bu blokimiz. Kia Sonet atmosferning. Xo'p. U qolgan komplektlardan farqi shunday bironta o'zgarish qilinadigan bo'lsa, avtomatiski buni polniy boshqatdan blokni programmasini o'zgartirib chiqadi. Xo'p, injektorimiz buni tanlasalar ham bo'ladi. Bu o'zida ham boshqa injektor qo'ysalar ham. Xo'p, bizning injektorimiz Lavato bo'lyapti. Xo'p, endi buni teshiga bizda Lavatolarda masalan ko'p ustalardan ham e'tibor berish shogirdlari masalan 2 ga tesh, 2.2, 1.8 yo 2.5 deydigan bo'lsa, shogirdlar ko'pincha boshqa sivillar teshishadi yo bo'lmasa qish qilib qo'yadi. Bunda unaqa yo'q. Lavatolarda standart teshi bilan keladi. Masalan, deylik qizili 1.6, sariq 1.8, 2 yashil, misol 2.2 qora, 2.4 oq, 2.6 seriya. Biz bunga yashil qo'yganmiz. Buni hozir o'sha nimani ko'rsatganda ham kapotning chasti tanishtirganda ko'rsataman. Xo'p. Teshik tanladik. Xo'p, buni signalini tanlab qo'yamiz. Xo'p, o'qishni boshladi. Biz buni datchikda ishlaydigan qilganmiz. Xo'p, biz qo'ygan datchik tanlab qo'yamiz. Endi gaz o'zi bilan to'la ko'rsatyapti, ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Xo'p, mapimiz 5/5lik. Bu to'g'ri turibdi. Bu yerda ko'p funksiyalari bor, lekin asosan ishlatiladigan o'zimiz har doim foydalanadigan funksiyalar sizlarga oson bo'lishini ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p. F7 da OBD ni qo'shib qo'yamiz. Uni korreksiyalar o'qishni boshlaydi hozir. Bo'ldi, OBD ishladi. Xo'p. Servisni o'chirib qo'yamiz. Masalan, buni servisga ham bog'lab qo'yish mumkin klientni. Servisni o'chirib qo'yamiz. Hop. Kiritamiz. Tak. Start beramiz. Endi parametrlar endi sizlarga tushuntirganim uchun sal ko'proq vaqt ketganga o'xshayapti, lekin bu qisqa vaqtda juda tez bo'ladi. Hop, endi RPM 2000 obort ushlab tur deyapti. 2000 dan baland ozgina bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Bo'ldi, xalastoyga qaytar deyapti. Ko'rishingiz mumkin 800. Bo'ldi.
uspeshno bo'ldi. Endi mana shu holatda ham yursa chotga yuradi. Endi biz buni yana ham idealniy qilishimiz uchun mana bu yerda tochli настройка bor. Shuni avto настройкаga olamiz. Hamma uslovlarga rozi biz. Mana bu yerda количество шаг bor. Bu qadamma-qadam yozadi. Mana shu yerda mana количество nimasini qachon tugatishi 5 ta nimada tugatadi. Mana bu yerda ma'lumot o'rnida mana chiqarib qo'ygan. Endi bunda hozir yuradigan bo'lsak, bu o'zi signal beradi. Hozir men sizlar bilan buni birga ko'ramiz. Buni aqlli tomoni birinchi benzinni to'liq analiz qilib oladi. 100% benzinda kamchilik bo'lmagandan keyin avtomatik gazga olganda xuddi o'sha benzinda nima yozib olgan bo'lsa, qanaqa karta, xuddi o'shani gazga beradi. Bu degani benzinda qanaqa yursa xuddi shunaqa beradi. Bu komplektni agar turbinali motorlarga yana ham zo'r effekt beradi. Bu ayniqsa Xitoy Cherry, Arizo, 7 Pro mana shu havo endi modellar ko'payib ketdi. Xitoyda mana shu turbinalariga vobshe zo'r effekt beradi. 170-200 haydaganda ham propust bermaydi. O'zi Xitoy ustalar o'zi bilishadi. Xitoy mashinalarida ko'pida mana shu muammo bor. Benzinda zo'r yuradi, gazga olib qattiq 100 gacha yoki 120 ga chiqqanda o'zi chek yonib o'chib margat qilib qoladi. U degani propust zajgani berib yuboradi, bitta injektorni uzib qo'yadi. Bunda bu aqlli tomoni mana shu jarayonni o'zi teradiki, masalan biz ham usta bo'ladigan bo'lsak, biz qanaqa tersak bizdan-da yaxshi teraladi. Chunki bu o'ta aqlli kompyuter. Bundan oldingi eski versiyadagi kompyuterlarda adaptatsiya funksiyasi kelgan, lekin ularda hammasi qo'pol qilib aytganda, vobshe musor hisobida ishlagan, naborot buzib qo'ygan настройкаларni. Bu shu darajada idealniki, uni даже mana degan usta ham u darajada teralmaydi. Hozir buni sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz o'shani. Xo'p, mana eshitdilaring. Men sizlarga ham eshitdilar. Signal berdi. Chiqqanimizga 1 kilometr bo'ldi. Bu hozir bizga aytayaptiki, bo'ldi, men benzinni kartasini ko'rib oldim to'liq. Meni gazga olsang bo'ladi, deyapti. Endi hozir men mana bu yerda kompyuter ko'rishlarim mumkin. Tepa оборотlar to'liq ko'rgan yo'q, lekin shahar городской rejimda ko'rib bo'ldi, o'sha qanaqa holatda. Endi men buni yana ham tepasini klient haydaydimi yo'qmi, bitta tepasini ko'rsatib qo'yaman. Ekstremniy holatiga, lekin hozir bu o'zi tayyor gazga yurishga. Hop, shamol qattiq bo'lyapti bizda. Hozir oynadan ham ovoz kirib turadi, simni ichkariga olib oldik. Bo'lsa endi bitta test qilamiz. Xo'p, men o'zim uchun benzinda bitta yurib qo'ydim. Где-то 2 kilometr plus qilib qo'ydim. Nimaga? Shunda katta оборот naboda klient haydasa deb, lekin o'zi tayyor edi. Mana endi mashinani gazga olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Gazga o'tyapti. Hozir mana bu yerdan ham mana gaz. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin gaz. Endi bunda hozir 5 ta bosqichda o'zini o'zi настройка qiladi. Bunga o'zi ko'p vaqt ketmaydi. Endi hozir biz tushuntirib sizlarga ma'lumot berganimiz uchun sal ko'proqqa o'xshashi mumkin, lekin o'rtacha hisobda 10 minut vaqt polniy o'sha настройкasi klient yurib kelishi o'sha hammasiga yetadi. 10 minut vaqtda shu idealniy holatni oladi, o'zi o'sha benzinni kartasini o'sha gazga bir xil qilib olib bo'ladi 10 minut ichida. Lekin 10 minutda buni qilingan ishi misol uchun 1 soatlik usta aniq tergan vaqtiga bemalol to'g'ri keladi. Hozir buni o'sha kompyuter jarayonlarini ham sizlarga kompyuter versiyasini ham baribir ko'rsatamiz. Bu qanaqa yozib boryapti. Hop, birinchi etapdan o'tdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham mana
kolitsiyada 1 yozyapti. Sizlarga ko'rsatyapman. Hop, sal sekinroq yuribman. Agar buni sal tezroq yurib olgan bo'lsalar ham tez-tez yozib bo'ladi. Ko'rgan bo'lsalaring, ma'lumot o'rnida mana bu yerda yashil o'zini polni yozyapti-da, keyin mana bu yerda kartani o'zgartiryapti holatiga qarab turib. Mana shuni oxirgi 5-sida eng oxirgi qarorini qiladi, hammasini analiz qilib turib 5 marta yozgandan keyin. Har bitta o'sha etapdan o'tib turganda nima deydi? O'sha taqqoslab chiqadi har bitta etapida benzinga to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi. Shu yerda yana ma'lumot o'rnida bitta narsa aytib o'tib ketishim kerak. O'zi masalan 3-pakelikni oddiy gaz qo'yilganda mashina har doim bir xil gaz kelib turadi. O'shani hisobiga qattiq bosganda ja tortmaydi, oddiy yursa zo'r, ekonom, lekin rasxotini agar bosib olgan bo'lsa, qattiq haydaydigan bo'lsa, kerak bo'lsa pakelinedanda ko'p rasxot qilib yuboradi. Nimaga? Unda rasxotni ligirovka qilib turgan hech narsa yo'q. Faqat reduktorda o'sha bir xil xalastoy uchun bosim beriladi, bo'ldi. Yurganda ham o'sha bosim, turganda ham o'sha bosim. O'zi pakeliniya, 4-pakeliniyani 3-pakeliniydan o'zi farqli jihati, o'zi asosiy farqi bunda kompyuter bor, injektor, reduktor. Bu har doim nimani ko'rib turadi. Benzinning holatini, benzin injektor qanaqa beryapti. U degani mashina xalastoyda masalan boshqacha gaz qabul qilsa, yurganda boshqacha qabul qiladi. U nimaga? Chunki mashinada оборот har xil yuradi, nagruzka har xil bo'ladi. O'shanga qarab turib smes ajratadi. O'shani idealniy qilib terish bu o'sha pakelinaning vazifasi. Mana hozir deylik, mana 1,5 оборот ketyapmiz. Shunga yarasha smes beradi. Chunki mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bekorga biz долгосрочный, короткосрочный nima haqida ko'p gapirmaymiz. Korreksiya haqida. Bu o'sha siz sekin yurganingizda ham +- 10, qattiq bosganingizda ham +- 10 bo'lsa, bu idealniy hisoblanadi. Agar bu noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, katta оборотda o'sha bedniy bo'lib ketadi. Past оборотda bagajik, qisqasi bu har doim har xil ishlaydi. U klapanlar kuyish yopib keladi. Ayniqsa bu san'atlar bilasizlar, o'ta injiq chiqdi motori. Klapanlari masalan benzin 1000 ekonom qilib ishlatgani bilan aslida klapanlari nozik. Bunga gaz qo'yib olgan ham tinchroq bo'lib qoladi aslida. Hop, sizlar bilan gapga chalg'ib, bir xil rejimda yurib qo'yibman. Bunda aslini to'xtab yurib qilsa tez nima o'tadi. Undan bunga bir xil rejimda yursangiz, faqat o'sha rejimda o'zini yozadimi? Tez past yoki tepa оборотlar qolib ketib qoladi. O'zi bizni hisobga городской rejim qilayotgan, mana ikkinchisidan o'tdi. Men ko'p bir xil 60 tezda ko'p yurib yurganim hisobiga bir xil holatni bir xil holatni ko'proq yozib, qolgan holatlari qolib ketdi. O'sha hisobiga mana ikkinchi sal ko'p cho'zildi. Bu ma'lumotni men sizlarga beryapman. Keyinchalik agar sizlar kelib bizda gaz qo'ydiradigan bo'lsalaring, xuddi shu jarayonda o'zlaringiz shunaqa yurib kelasizlar. Men hamma kompyuter jarayonlaridagi nastroykalarni kiritib beraman. Qolganida o'sha o'zlaring yurib, shu nastroykalarini shunda yursalaring o'zlaringga qanday yurishlaringga qarab moslab olaveradi. Muammo yo'q. Moslaganda ham o'ta idealniy bo'ladi. Xudo xolasa chek yonib, rasxot katta bo'lib ketib, unaqa narsalar bo'lmaydi. O'sha aytib o'tganimdek, turbina motorlarga ayniqsa juda qo'l keladi bu kompyuterlar. Bitta ishlab ko'rgan usta o'zi boshqa qayta kompyuter ishlatmasa kerak deb o'ylayman men 100%. Tushungan, sal savremenniy usta bo'lsa bo'ldi, qotib qolmagan. Hali eskilik sathi deydi-ku, o'sha bilan yuradigan usta bo'lmasa, yangilikka intilgan ustalar bo'lsa, bitta qo'yib ko'rsa, men aytayapman-ku, unda bor bo'lgan hamma muammoni bitta yechib yuboradi. O'zi meni rejimim faqat dalniy rejim bo'lib qolibdi-da, o'sha hisobiga
ozgina shahar ichiga kiraylik. Hop, uchinchisi o'tdi. Hop, kompyuterda ham ko'rishni mumkin. Uchinchisi bosqichda ketyapti. E'tiborli jihati o'sha korreksiyalarga e'tibor bersalar, mana korreksiyalar idealni ketyapti mana. Bu korreksiya bilan ishlaydigan ustalar biladi, o'zi bu qanaqa muammoni terib olish o'zi aslida bitta mashaqqat, oson narsa emas. Hop, bitta rasxodini ham nolladik tablodan. Endi hozir buni o'rtacha yurishimizga qancha gazda rasxod qiladi. Endi bu premyerni olib beradi, lekin Kia modellarda uncha aldormaydi, rasxod toshliroq ko'rsatadi, chem bizning mashinalarga qaraganda. Hop, 4-chisi o'tdi. Ko'rishlar mumkin. Bu yerda ham kolitsiyasi 4 bo'ldi. Oxirgi bittasi qoldi. Aytganimdek 10 minut ketadi degandim. Hozir bitta cho'zilganimiz hisobiga bizniki bir 3 minut plus minus bo'lmasa, adashmasam 40 talarda boshlaganda yurishdi. Soat 50 ta o'tib qoldi. Mashina egasi qana ishlar ekan. Hop, bolalar, kayfiyatlar ko'tarib olamiz. Hop, 5-chisiga bitta qoldi. Ungacha charchlashni eshitaveraylik. Hamchi biz auditoriya ham yosh emas. Shu tempdagi yoshlar, akalar ham ko'p. Oxirgi bittasi qoldi. Hop, ozgina qoldi. Kecha yursa o'sha tugar ekan. Hop. 5-chi protseduramiz o'sha bu polniy kartani tizib oldi. Endi mana shu holatda bitta korreksiyalarga e'tibor berib qo'yamiz. Dalgasrochniy, karaksrochniy ko'rishlar mumkin. Ideal holatda ishlayapti. Tabloda rasxod o'rtacha, endi biz sekin yuryapmiz, o'rtacha mana 5.2 litr rasxod ko'rsatyapti. 5.2 litr rasxod. Adashmasam chiqqanimiz tablo 15.000 kilometrda 15 kilometr yuribman. Men общий hisobda shu jarayon tugashi uchun 15 kilometr yurildi. Agar bu shahar ichi bo'lganda tez tugar edi, chunki yurib to'xtagan holatlarni bu ko'proq ko'radi. Trassa rejimi bo'lgani uchun sal bir rejimda ko'p yurib kelgan hisobiga sal vaqt oldi, lekin ko'rishlar mumkin, bu hech qanaqa qiyin narsa emas. Ustalarga ham shu o'rinda programma обученияsi bo'lib ketdi. Nimaga? Mabodo biz bilan ishlamoqchi bo'lgan yo bizni komplektga qiziqib turgan ustalar bo'lsa, обучение qilamiz, muammo yo'q. Lekin bu oldingi ishlab turgan komplektlardan ancha aqlli va ancha nadежный narsa. Men bironta komplektni yaxshi yomon demayman, lekin o'zimiz ishlab turgan komplektlarimiz ichida ham eng aqllilari mana shular. Mana ko'rishlaring mumkin. Endi hozir biz ustalar ham kuzatadi yoki tushunadigan korreksiya bo'yicha ma'lumoti bor insonlar ham bor. Auditoriyamiz ichida ko'rishlari mumkin. Korreksiya o'sha gazda qanaqa terdi, qanaqa holatda. Men ruchnoy kartaga umuman tekkanim yo'q. Men o'zim ham qilishim mumkin buni, lekin aytganimdek, uncha-muncha 10 yillik korreksiyani zo'r tushunadigan usta qanaqa tersa, xuddi shunaqa yoki ortiq teraladi, undan kam emas. U degani hozir yangi chiqib turgan ustalarga juda qo'l keladi.
Bu o'sha klientlardan ortiqcha vaqtini olmaydi, chunki bilmaydigan usta qo'yib qo'yadigan bo'lsa ham programmani faqat shu qanaqa injektor qo'yilgan, qanaqa komplektligini shuni kiritib bersa, kompyuterga o'sha boshida ko'rsatganimizdek qolgan hamma jarayonni o'zi tugatadi. Nastroykalari hamma o'sha smeslarini bo'ldi, qolgan joyga tegish shart emas. Ko'rishlar mumkin, mana anchadan bas yuribman. Qanaqa korreksiyada yuribdi mashina. Bu degani rasxod ham o'sha idealniy bo'ladi, tortishi ham hamma yo'g'i. Xo'p, endi ishxonaga o'zi qarab ketyapmiz. Ungacha bolalarni eshitib turamiz sizlar bilan. Hammadan uzr so'raymiz, mabodo ashula yoqmagan bo'lsa, endi ishxonagacha ozgina masofa bor, shunga ashula eshitib ketyapmiz. Qisqaroq qilamiz. Hop, shu o'rinda endi kontent cho'zilishi mumkin, lekin iloji boricha foydali ma'lumot berishga harakat qilyapman. Birovning vaqtini olish ham bizga kerak emas. Lekin o'zimiz ham bir xil paytda dangasalik qilamiz, ko'p video olgani, lekin imkon darajasi yaxshilarini chiqaramiz sizlar uchun. Endi negativlar ham yozishi mumkin, cho'zilib ketibdi, bo'lar bo'lmas narsa yo'q. Iloji boricha kerakligi. Kerak bo'lsa uyida, kerak emas reelslar bor-ku, Instagram u bo'la. Kerak bo'lsa 2 soat o'tiradi, uni bekorga o'tkazib yuboradi. Endi misol uchun bu kontentlar ko'proq san'ati bor odam yoki yangi mashina olmoqchi bo'lgan, yo umuman gaz qo'ydirmoqchi bo'lgan odamlar uchun shu ba'zi ma'lumotlar berishga harakat qilyapmiz. Endi hozir sizlarga bitta oldin tanishtirib qo'yaman, nima qo'yganimni, shu bilan xudo xolasa videoni tugatamiz. Hozir sizlar bilan yurib tekshirgan komplektimizni yana bitta oldini ko'rsatib qo'yishga lozim topdik. Xo'p, o'sha hozir yarim soat maqtangan blokimiz Lavato EasyFast. Bu Italiya, o'sha 25-yilda ishlab chiqarildi, haqiqiy yangi darabotka. Injektorimiz har doimgidek A+, Italiyaniki, filtr mnogorazoviy, Lavato reduktorimiz, Thermoplast, datchik mana salonga ketadi, bu gazni qancha qolgan ko'rsatadi, shlankalar Fagumit hammasi ko'rishlaring mumkin. Endi haligi melish narsalar bo'lishi mumkin, Fagumit boshqa, lekin zboriy komplektatsiya bo'lganda bu ham chiroyli narsa bo'ladi. Uстановkaga o'zlaring bitta baho berishlaring mumkin. Prosta hech narsa tashlab qo'yilmaydi bizda. Endi biz bularga hammasi krashdan yasatganmiz. Endi mana buni reduktor deganini ko'rsatishingiz mumkin. Endi misol uchun buni nimaga ko'rsatib qo'yapman? Kerak bo'lsa, mana shu bu bloklarni o'zgartirish yoki injektorlarni boshqasini qo'yish mumkin. Eng optimal versiyani bittasini qo'yib tanlab zo'r yurgandan keyin uni har bittasiga mana shunaqa lazerda kestirib, bularni o'zini joy-joyiga qo'yishga ham kerak bo'lsa, biz 10 kunlab vaqtlarimiz ketadi. Bu ham mehnat. O'shanga kimgadir melish bo'lishi mumkin, lekin aytib o'tib ketgan yaxshi. Bu ham chunki klient ko'rganda o'ziga yoqadigan, zavodskiy holatda bo'lgan ish bo'lgan. Xudo xolasa sizlarga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, ishlaringni chiroyli qilib, qanaqa model bo'lsa ham farqi yo'q, bitirib beramiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Havo ham sovuq.